Qurilish do'koni bor yoki imorat qilyapti turgan, bundan tashqari dom yoki ofis qilyapti turgan aka-uka, opa-singil, ya'ni quruvchilar uchun mana shunday qurilish materiallarini optim joyini, ya'ni korxonasini, sexini topib qo'ydik jigarlar. Qayerda degan savollar uchun Farg'ona viloyati shahardan bo'lyapti, qadrdonlar. Bu yerda necha xil materiallar, ya'ni mahsulotlar chiqadi qurilishimizga. Sanab o'tadigan bo'lsak, emulsiyalarimiz har xil turdagi gruntovka, shpakilovka, kafelniklar, rodbir, hamma turdagi. Mana rodbirlarimizning bir necha turlari bor, qadrdonlar. Xohlasangiz bularni tashqariga ishlatishlaring mumkin. Mana bularni esa ichkariga ishlatishlaring mumkin. Ya'ni raznisasi bor. Xo'sh. Bu yerda qadrdonlar shpakilovkalarimiz bor. Ham arzoni, ham qimmatlari bor. Ya'ni 3-4 so'm raznisa qiladi farqida. Lekin sifati juda ham ma'qul. Ya'ni cho'ntak bor, hamyon bor. Bizda o'sha nima deydi? Qadrdonlar do'konlaringiz bor yoki o'sha qurilish do'koni bor, aka-uka, opa-singillarimiz ko'radigan bo'lsa, sizlarga tarqatyapti turgan narxdan ham arzon joyini topib qo'ydik. Bu yer ishlab chiqarish sexi bo'ladi. Mana bu yerda qadrdonlar. Xo'sh, nima chiqariladi bu yerda? Gips, ha. Gipsning nimasi nima edi? Ha. Mana bu yerda yevro gips, ya'ni albaster ishlab chiqariladi va mana bu xonalarida bo'ladigan bo'lsa, qadrdonlar, bemalol instrumentlarimiz ko'rib turibsizlar. Qadrdonlar. Eng oxirgi texnologiyalar asosida hamma narsa ishlab chiqariladi. Bu yerda kafelniklarni eng arzoni va eng sifatlilarini topishingiz mumkin, xarid qilishingiz mumkin. Qadrdonlar, gazoblok, fenablok yoki boshqa narsalar uchun kafelniklarimiz, GP02 bu arzonroq bo'ladi. Yoki menga mustahkam bo'lsin kafelniklar yoki boshqa mahsulot, doimiy suv turadigan joyda ishlataman deganlar uchun UK, ya'ni upravleniya degani nima edi? Upravleniya 01. Mustahkamroq variant. Bundan tashqari qadrdonlar, voda emulsiyalarimiz turlari bor. Mana bunday 3 kiloligi va 20 kiloliklari bor, 15-20 kiloliklari. Albatta, nima deymiz? Oq saroy. Mana shu brenddan xarid qilishlaring mumkin. Bizni manzilda eslatib o'tdik, Farg'ona shahardan bo'lyapti, qadrdonlar. Kimga mana shunday mahsulotlar kerak bo'ladigan bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab dastavkasini ham qilib beramiz. Hattoki qadrdonlar qurilish qilyapti turgan aka-uka, opa-singillar yoki imorat qilyapti turgan, dom qilyapti turgan hozirgi kundagi qadrdon quruvchi akalarimiz uchun maxsus video bo'lyapti. Bittadan foydalanib qolish kerak bu videolardan, qadrdonlar. Bemalol mana shu mahsulotlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda tadbirkor akalarimiz nomerini qoldiramiz. Siz xarid qilyapti turgan do'kondan-da arzonroq qilib berishga harakat qilyapti hozirgi kunda, qadrdonlar. Videolarga bittadan like bosinglar, qadrdonlar. Narx-navosini aytmadingiz-ku deyishlaring mumkin. Narx-navosi albatta kelishtirilgan holatlarda hozircha narxini aytmadik, lekin telefon nomerini qoldiryapmiz. Pastda mana shu nomerlarga telefon qilib, bemalol narx-navosini so'rasalaring, qadrdonlar. Albatta ishlashi, qayerlarga qo'llanilishi, narx-navolari, dastavkalari haqida to'liq ma'lumot beradi. Ya'ni tadbirkor akalarimiz. Bu videoni dom qilyapti turgan yoki imorat qilyapti turgan yoki o'sha qurilish do'konlarini yurgizib turgan aka-uka, opa-singillarimizga bittadan tashlab qo'yinglar va videoga bittadan like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Tani joylar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar. Tamom.